Xullas o'rtoqlar, hozir bittasiga ko'rsataman. Urushdan qochgan vannani ko'rsataman sizlarga. Ma'lum kelganman, shunaqa vannasi bor ekaningizga, shuni restavratsiya qilib berdim chaqirishga. Restavratsiyaga kelganmiz o'rtoqlar, vannani bor. Mana shunaqa sirk uchgan joylar ko'p ekan. Вообще. Dahshat. Bu sirk uchgan joylardan tashqari, yana mana shu qora ko'rib turgan to'shkalarning barchasi hammasi sirk uchgan to'shkachalardan mayda chuyda. Buni hozir qaytadan restavratsiya qilib o'rtoqlar. Egalarga topshiramiz. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan raqamlarga aloqa chiqasizlar. Shu ekranda ko'rib nomerimiz 24/7 aloqada biz. Restavratsiya vanna xizmati. Savol qilib, mana shunaqa urushdan qochgan vannalaring bo'lsa, chiroyli qilib restavratsiya qilib, shu sirk uchgan joylar qaytadan yana to'g'irlab, hamma yo'g'ini singan joylarni to'g'irlab, mana yangidek qilib beramiz. Ma'lumot kelganmiz hozir. Farg'ona, Marg'ilon, Quvasoy borib qilib beramiz. Videoni o'tkazmasdan like bosib, oxirigacha ko'ringlar. O'rtoqlar, mana vanna bitdi. Vannani ko'rib, baqa yangi vanna olib kirib qo'ygansan-ku deyishlaring mumkin, lekin bu yangi vanna emas. Mana tayyorlanib yotibdi. Eski vanna. O'sha vannani qaytadan biz restavratsiya qilib berdik. Bu singan joylarni ham netib, to'g'irlab, chaqa-chuqalargacha to'g'irlab, chiroyli qilib berdik. Egalarga yoqdi. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunday xizmat kerak bo'lgan do'stlaringga, o'rtoq bo'lganlarga jo'natib qo'yasizlar.